Yangi mashina olganda ham bari tekshirtirib olish kerak. Mana hozir auksion markazimizga kelgan mashinada ham bitta qiziq holat bo'ldi. Shuni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Akam bu mashinani yangi salondan olganlar. Mana atigi 28 ming kilometr masofa bosib o'tibdi mashinamiz. Mashinamizni toza deyotgandilar. Biza bitta kraska topib qoldik bu mashinadan. O'zlarining ham xabarlari yo'q ekan. Bu eshikda birinchi bo'lib ahamiyat beradigan narsamiz eshikni qotiriladigan boltlari. Bu boltlarni yechib, kraskaga yetkazib qo'ydik. Mana shu eshigimiz shu boltlar yechilgani shubha tug'dirdi bizda. Eshikni ochib, proyom qismini tekshirganimda, mashinaning ichida stoykalarda va parok qismida kraska aniqlandi. Mana shu holatda talshinamerimizda ko'rsatib beraman. Ko'rib turganingizdek, eshik alishgan, qolgan joylari akam aytganlaridek top-toza. 30-40 ming dollarga mashina xarid qilsalar, o'zingizlar ko'nglingiz xotirjam bo'lishi uchun mashinani arzimagan pulga tekshirtirib olganinglar yaxshi. Mashinanglarni servis markazimizga olib kelinglar yoki quyida ko'rsatilgan nomerlarga qo'ng'iroq qilsanglar, borib chiroyli qilib ko'rib beramiz. Bozor. Bozor ichida qolinglar.